Assalomu alaykum. Men Axlatov Jasurjon Saidovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sodiq Azimov nomidagi Fizika texnika instituti Quyosh issiqlik va energetik qurilmalar laboratoriyasi mudiriman. Demak, ushbu laboratoriyada asosan 4 yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib boriladi. Bular, demak, quyosh energiyasi qurilmalarini ishlab chiqish va iqtisodiyotning turli sohalarida qo'llash. Ikkinchisi quyosh issiqlik qurilmalari, bino inshootlar va turli obyektlarda issiqlikni tejash uchun qo'llaniladigan fazaviy o'zgaruvchan materiallar asosidagi issiqlik akkumulyatorlarini ishlab chiqish, ularning issiqlik fizikaviy xossalarini tadqiq etish va ushbu akkumulyatorlardan qurilish, arxitektura, quyosh issiqlik qurilmalari va issiqlik tizimlarini turli obyektlarida foydalanish yo'nalishi. Uchinchi yo'nalish, demak, quyosh issiqlik qurilmalari va issiqlik tashuvchilar qo'llaniluvchi issiqlik tizimlarida issiqlik tashuvchi sifatida nano suyuqliklardan foydalanish. To'rtinchi yo'nalish esa quyosh energiyasidan foydalangan holda termokimyoviy usulda vodorod ishlab chiqarish yo'nalishi. Bugungi demak suhbatimizda men aynan quyosh issiqlik qurilmalarida issiqlik tashuvchi sifatida foydalanuvchi nano suyuqliklar masalasiga e'tiborni qaratmoqchiman. Nima uchun ushbu yo'nalish hozirgi paytga kelib aynan dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Bilamizki, quyosh issiqlik tizimlari yoki turli xil quyosh issiqlik qurilmalarida quyosh energiyasini issiqlikka aylantirish va uni ikkinchi konturda uzatish uchun turli tipdagi issiqlik uzatuvchilar foydalaniladi. Bular eng oddiysi suv, etilen glikol va termik moylar, antifriz kabi turli issiqlik tashuvchilardan foydalaniladi. Lekin har bir ushbu issiqlik tashuvchilarni texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlari, ularni lokal bozorda yoki ushbu mamlakatda ishlab chiqarish, tan narxi va ularni mavsumiy foydalanish imkoniyatlari ma'lum bir cheklovlarga ega. Bizni tadqiqotlarimiz nafaqat O'zbekistonda, balki jahonning turli mamlakatlarida arzon mahalliy mahsulotlar evaziga ishlab chiqarish qulay va issiqlik uzatishni intensifikatsiya qilish, kuchaytirishga qaratilgan yangi tipdagi issiqlik tashuvchilarni olish. Bu asosan bizni tadqiqot obyektimiz sifatida bazaviy suyuqlik sifatida suv va unga issiqlik uzatish koeffitsiyenti yuqori bo'lgan materiallarning nano zarrachalari, bu o'sha karbon nanotrubkalari, oksid materiallar, alyuminiy oksid, kremniy oksidi, titan oksidi va hokazo, zamonaviy materiallardan grafen kabi materiallarning nano zarrachalarini bazaviy suyuqlikka kiritish natijasida stabil suspenziyani tayyorlash va ushbu suyuqlikdan quyosh issiqlik qurilmalarida ikki konturli yopiq tizimlarda issiqlik uzatuvchi sifatdan foydalanish masalasiga qaratilgan. Demak, bazaviy suyuqlikka nano zarrachalarni qo'shish natijasida o'sha suspenziya olinadi. Masalan, mana bazaviy suyuqligi suv va unga karbon nanotrubkasi asosidagi nano zarrachalarni qo'shish asosida stabil suspenziya hosil qilinadi. Olingan namunalardagi demak nano zarrachalarning o'lchami hamda ularning taqsimlanish jarayonini tekshirish uchun light sizer qurilmamiz vositasida ma'lum o'lchovlarni amalga oshiramiz. Odatda demak quyosh suv isitish tizimlari ikki konturli tizimlar, quyosh kollektori hamda issiqlikni jamlovchi bakdan iborat. Quyosh kollektorida tushuvchi quyosh nurlari issiqlikka aylantiriladi va issiqlik tashuvchi bu suv, etilen glikol, termik moy yoki antifriz kabi issiqlik tashuvchilardan foydalangan holda bakda issiqlik yig'iladi. Endi bazaviy suyuqlik sifatida suvdan foydalanib, yuqori samaradorlikka erishish uchun unga issiqlik uzatish koeffitsiyenti yuqori bo'lgan materiallar, bular bir qator oksid materiallar, alyuminiy oksid, kremniy oksid, titan oksid yoki karbon nanotrubkalari, grafen kabi moddalarni nano zarrachalarini kiritish natijasida umumiy suyuqlikni issiqlik uzatish koeffitsiyentini oshirishga erishish mumkin va bizni laboratoriyamizda ushbu ish bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilyapti. Olingan demak nano suyuqliklar quyosh suv itish tizimlarida issiqlik uzatishni jadallashtirish yoki intensifikatsiya qilish uchun qo'llaniladi va natijada mavjud bo'lgan suv asosida ishlaydigan quyosh isitish tizimlarini
samaradorligi 12% dan 25% gacha oshirishga erishilgan. Olingan nano suyuqlar asosidagi issiqlik tashuvchini issiqlik fizikaviy xususiyatlarini tadqiq etish uchun differensial skanerlovchi kalorimetrda maxsus o'lchovlar amalga oshiriladi. Nano suyuqlikli issiqlik tashuvchini real quyosh issiqlik kollektorlarida aylantirish va uni AM1, AM1,5 sharoitida tajribadan o'tkazish uchun quyosh simulyatorida tadqiqotlarni olib boramiz. Endi bizni tajribaviy qurilmalarimizni konstruksiyasini ishlab chiqish, ularni yasash va tabiiy sharoitda ispitaniyadan, tajribadan o'tkazish uchun geliopoligonimizda maxsus sex bor. U yerda ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishishlar mumkin. Hozirda demak biz tadqiq etayotgan karbon nanotrubkalar asosidagi nano suyuqliklar issiqlik tashuvchi sifatida tijoratlashtirish etapiga olib kelinmoqda va kelajakda ushbu materialni tijoratlashtirish loyihasi orqali kichik korxona tashkil etish va ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish maqsadimiz.